Bazadan bir parça beliqni 10 qo'yilib yeb yurayvermay o'ngizlam etib yeyishni o'rganib oling. Usulü intayin oddiy. Birlik ko'zingiz o'rganib olalaysiz, ta'mi gap ketmaydi. Avval beliqni pakiz yuvib tayyorlab olgandan videoda ko'rsatgan cho'nglikda to'g'rab tayyorlab olamiz. O'zingizlarning ehtiyojiga qarata to'g'rab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Undan keyin beliqni pakiz yuvayotgandan keyin videoda ko'rsatgan tam xurishlarini silib tamlantirib olamiz. Beliqni tamlantirish eng muhim mushu nuqtaga bekroq diqqat qilinglar. Sinjang samsaq so'ng piyoz, kavovichindan 5-6 tal, 8 quloqdan 1 tal silib, lavchudan 1 qo'shiq rang berdi. Shunchudan 2 qo'shiq salamiz. Tam berdi. Hamda buningga tangshalgan kopti tutqusidan 2 qo'shqa tarafda silib etamiz. Mening ishlatganim cho'ng ustamning kopti tutqusi. Cho'ng ustamning cho'ngligi va oilda kop qilsanglar yoki beliq qo'rib qolsanglar yoki jigar qo'rib qolsanglar ishlasanglar bo'ldi. Ta'mi gap ketmaydi, intay yeyishlik. Uningdagi 2 gram atrofida tuz silib, tashkillashtirib olgandan keyin 2 tal tuxum chaqimiz. Do'stlar, tuxumni ayrim chaqib olamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha tashkillashtirib olgandan keyin Әмді түвен талалық ұнғы мелейміз. Түвен талалық ұнны қандақ ясаймыз деген вақтымызда лағмен ұндан 3 қошық, қунақ крахмалдан 1 қошық сіліп, тәкшейлештіріп асақлам түвен талалық ұн болды. Әмсе достlar, көріп қычып кеткенлерін чыдымастаймыз ғо. Инкас райының қақсыз гүлорыңларын әвәттіп, мені рықбәттендіршін ұнтып қамаңла. Hazır 60 xil дәрісімізді палет қылып аттымыз. Чоң тақсылық қорма, әр xil taam, pişiruq, içimlik murabba. Bazarlıq soğuk say dərsikimizni 10 qoy biləli günələysizə. Dəris dizimlatmaqçı bolsunuz. Ündidar, Nazi, 7733. İkraz tütkü numar şu. Beliqni mayıq sağa vaqtımızda 7 ülüş qızğan yani 210 gradusluq mayıq salımız dostlar. Mayıq sağandikil iləşdirib etməyimiz azraq qetişib ağandikil sarğaytıb ilva saqlan buldu. Ügünüb aldınızmı?